Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumot har birimizga, sizning va oilangizning kelajakdagi farovonligiga bevosita ta'sir qiladigan masalaga taalluqli. Pensiya tizimidagi ba'zi o'zgarishlar, ba'zi tushunmovchiliklar yoki noto'g'ri talqinlar ko'plab savollarni keltirib chiqarmoqda. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqinlashgan yoki pensiyada bo'lgan insonlar orasida xavotir va tushunmovchiliklar borligini bilaman. Mana shu xavotirlarga chek qo'yish, aniq va ishonchli ma'lumot berish bugungi videomizning asosiy maqsadi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam ko'rishi juda muhim. Asosiy muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval pensiya jamg'armasi va pensiya tizimi qanday ishlagani haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Ko'pchiligimiz Sovet davridan qolgan an'anaviy pensiya tizimiga o'rganib qolganmiz. Unda ish staji, ya'ni mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosiy omil bo'lib, pensiyaning miqdori uzoq muddatli mehnat faoliyati va so'nggi yillardagi ish haqi miqdoriga qarab belgilanar edi. Shu bilan birga ijtimoiy ta'minotning bir qismi sifatida pensiya yoshiga yetgan har bir fuqaroga ma'lum bir minimal stajga ega bo'lsa, pensiya kafolatlanardi. Hujjatlar bilan bog'liq jarayonlar ham ancha oddiy edi. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblanardi va barcha ma'lumotlar unda qayd etilardi. Ko'pincha ish beruvchilar o'zlari xodimlarning pensiya hujjatlarini tayyorlashda yordam berishardi. Ammo vaqt o'tishi bilan iqtisodiy munosabatlar o'zgargani sari pensiya tizimi ham evolyutsiyaga uchradi. Hozirgi kunda esa vaziyat bir qancha o'zgarishlarga duch keldi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiya tizimining to'liq raqamlashtirilishi va shaffofligining oshirilishi hisoblanadi. Bugungi kunda pensiya jamg'armasi har bir fuqaroning mehnat faoliyati va pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlarni elektron shaklda yuritadi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir oyda olgan rasmiy ish haqingizdan qancha to'lov pensiya jamg'armasiga o'tkazilgani aniq qayd etib boriladi. Ilgari asosan faqat stajga urg'u berilgan bo'lsa, endi pensiya miqdorini hisoblashda ish staji bilan bir qatorda eng asosiysi. Sizning mehnat faoliyatingiz davomida o'rtacha oylik ish haqingizdan amalga oshirilgan to'lovlar miqdori ham juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ba'zi fuqarolar, ayniqsa norasmiy ishlaganlar yoki konvertda maosh olganlar bu o'zgarishlardan xavotirda. Chunki ularning rasmiy staji bo'lsa-da, pensiya jamg'armasiga to'lovlar minimal darajada yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Bu esa pensiyaning miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Tizim ancha murakkablashgan, ammo ayni paytda adolatliroq bo'lgan. Chunki har bir fuqaroning shaxsiy hissasiga qarab pensiya ta'minoti shakllanadi. Bir asosiy qism. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas? Keling, endi eng muhim jihatlarga o'tamiz. Pensiya tizimi haqida nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi navbatda sizning umumiy ish stajingiz hamon muhim. Qonunchilikka ko'ra pensiyaga chiqish uchun ma'lum bir minimal ish staji talab etiladi. Ammo endi bu stajning har bir yili pensiya jamg'armasiga to'langan real to'lovlar bilan tasdiqlanishi kerak. Ikkinchidan, pensiya miqdori faqatgina stajga emas, balki sizning ishlagan davringizdagi o'rtacha oylik ish haqingizdan o'tkazilgan ijtimoiy soliq miqdoriga ham bog'liq. Bu shuni anglatadiki, agar sizning ishingiz qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa-yu, lekin ish beruvchi sizning real daromadingizni kamaytirib ko'rsatgan holda soliq to'lagan bo'lsa, bu kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emasligiga e'tibor qarataylik. Kim xavotirlanishi kerak? Bir norasmiy band bo'lgan fuqarolar, agar siz uzoq yillar davomida norasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasida ishlagan bo'lsangiz yoki sizga konvertda ish haqi to'langan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga siz uchun deyarli hech qanday to'lov o'tkazilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda sizning rasmiy ish stajingiz yo'q yoki juda oz bo'ladi. Bu esa pensiya olish huquqingizni yoki pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Real hayotdan misollar. Farhod aka 28 yoshda. 30 yil davomida qurilish sohasida ustalikka qilib ishlagan. Dastlabki 10 yil rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi bor. Keyingi 20 yil davomida esa xususiy kompaniyalarda norasmiy shartnomalar asosida qora naqd pulga ishlagan. Hozirda pensiyaga chiqish vaqtida u pensiya jamg'armasidan ma'lumot so'raganda uning faqatgina 10 yillik rasmiy staji mavjudligi aniqlanadi.
Qolgan 20 yillik staji uchun pensiya jamg'armasiga hech qanday to'lovlar amalga oshirilmagan. Natijada Farhod aka nafaqat past pensiya miqdoriga ega bo'ladi, balki agar minimal staj talabini to'ldirmagan bo'lsa, pensiya olish huquqiga ham ega bo'lmasligi mumkin. Agar 10 yil staj bilan pensiyaning minimal darajasi 600 ming so'm bo'lsa, 30 yillik rasmiy staj bilan u 1 million 200 ming so'm yoki undan ko'proq pensiya olishi mumkin edi. Ko'rib turganingizdek, farq juda katta. 2. Mehnat daftarchasida yozuvlari noto'g'ri yoki tushunarsiz bo'lganlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda ishga kirish yoki ishdan bo'shash sanalari aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, muhrlar o'chib ketgan bo'lsa yoki umuman yo'q bo'lsa, bu stajni tasdiqlashda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Hatto eski davrlarda ba'zi tashkilotlar yo'qolib ketgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumot topish juda qiyinlashadi. Real hayotdan misoliki, Dilfuza opa 57 yoshda. Uning mehnat daftarchasida 1935 yildan 2000 yilgacha bo'lgan davrdagi ish joyining muhrida tashkilot nomani ko'rinmas yozuvlar xira. Bu tashkilot 2005 yilda bankrot bo'lib tugatilgan. Pensiyaga ariza topshirishda pensiya jamg'armasi ushbu 5 yillik stajni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qiladi. Dilfuza opa eski ish joyining arxivini topolmaydi. Natijada uning 5 yillik staji hisobga olinmasdan qolish xavfi bor. Bu esa uning pensiya miqdorini masalan har oyda 1,2 ming so'mga kamaytirishi mumkin. 5 yil staj yo'qolishi. Jami pensiya summasiga 10-15% salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'z mehnat faoliyatini nazorat qilmaganlar, ba'zi fuqarolar ishlagan davrida o'z pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisobvarag'i holatini tekshirmaydi. Ish beruvchining to'g'ri to'lovlarni amalga oshirayotganiga ishonadi. Ammo ba'zida ish beruvchilar soliqdan qochish maqsadida xodimning real ish haqini yashirib, pensiya jamg'armasiga kamroq to'lovlar o'tkazishi mumkin. Pensiya yoshiga yaqinlashganda kutilmagan muammolarga olib keladi. Kim xavotirlanishi shart emas, ammo baribir tekshirib ko'rish zarur. 1. Rasmiy va uzluksiz ish stajiga ega fuqarolar. Agar siz umringiz davomida rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlagan bo'lsangiz, ish haqingiz to'liq va shaffof ko'rsatilgan bo'lsa, hamda ish beruvchingiz barcha ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lsa, sizning pensiya ta'minotingiz deyarli kafolatlangan. Sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimda mavjud bo'ladi. Real hayotdan misol 3 Jamshid aka 29 yoshda. U 38 yil davomida davlat tashkilotida injener bo'lib ishlagan. Har oyda uning rasmiy ish haqi kartasiga tushgan. Barcha soliqlar va pensiya jamg'armasiga to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilgan. Uning mehnat daftarchasi ham tartibli, barcha yozuvlar aniq. Jamshid aka MyBankov portali orqali o'zining elektron mehnat daftarchasini va pensiya hisobvarag'ini tekshirgan. Unda barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilgan. Bunday holatda Jamshid aka pensiyaga chiqishda jiddiy muammolarga duch kelmaydi va o'zining munosib pensiyasini olishi mumkin. Faqatgina ariza topshirish va kutish qoladi. Shunga qaramay, u o'z ma'lumotlarini muntazam ravishda tekshirib turishi juda muhim. 2 muddatli harbiy xizmatni o'taganlar yoki oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olganlar. Ushbu davrlar ham ish stajiga qo'shiladi va pensiya hisobida inobatga olinadi. Agar tegishli hujjatlar, diplom, harbiy bilet mavjud bo'lsa, ammo bu davrlar uchun to'lovlar davlat tomonidan amalga oshiriladi va ularning hisobi alohida tarzda yuritiladi. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda pensiya tizimida shaffoflik va adolat tamoyili ustuvor bo'lib qolmoqda. Har bir fuqaro o'zining mehnat faoliyatini rasmiylashtirishga, ish beruvchining barcha to'lovlarini o'z vaqtida va to'liq amalga oshirishini nazorat qilishga majbur. Aks holda kelajakda kutilmagan muammolar yuzaga kelishi mumkin. 2 asosiy qism qoidalarga istisnolar. Xaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar pensiya tizimi nafaqat oddiy qoidalardan, balki ko'plab istisnolar, o'ziga xos holatlar va unchalik sezilmaydigan nozikliklardan ham iborat. Aynan shu jihatlarni bilish sizga ko'p muammolardan qochishga yordam beradi va pensiya miqdorini optimallashtirish imkonini beradi. Qoidalarga istisnolar. 1. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Nogironligi bo'lgan shaxslarga belgilangan guruhga va yoshga qarab ma'lum bir minimal ish stajiga ega bo'lmasa ham ijtimoiy pensiya tayinlanishi mumkin. Ba'zi hollarda ularning ish staji talablari ancha yengillashtirilgan bo'ladi. Masalan, tug'ma nogironligi bor inson umrining ko'p qismida ishlay olmagan bo'lsa ham davlat tomonidan ijtimoiy pensiya bilan ta'minlanadi.
2. Ko'p bolali onalar. Ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi mumkin. Yoki ular uchun minimal ish staji talablari yengillashtirilishi mumkin. Odatda 5 va undan ortiq farzandi bo'lgan onalarga pensiyaga chiqishda imtiyozlar beriladi. Bu ularning oiladagi ijtimoiy rolini e'tirof etishdir. Masalan, O'zbekistonda 5 va undan ortiq farzandni voyaga yetkazgan onalar belgilangan yoshdan 5 yil oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar, kimyoviy zavodlar, konlar, metallurgiya sanoati kabi zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan fuqarolar uchun ham pensiya yoshi kamaytirilishi va pensiya hisoblashda alohida koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu ularning sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash maqsadida qilinadi. Bunday sohalarda ishlagan har 5 yil staj uchun 1 yil pensiya yoshiga chegirma berilishi mumkin. Shuningdek, ish haqi hisoblashda koeffitsiyentlar qo'llanilishi ham mumkin. Muddatli harbiy xizmat va oliy ta'lim. Yuqorida aytib o'tganimizdek, muddatli harbiy xizmat davri hamda oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qish davri ish stajiga qo'shiladi. Ammo bu davrlar uchun pensiya jamg'armasiga to'lovlar fuqaroning o'zi tomonidan emas, balki davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Shuning uchun bu davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni harbiy bilet, diplom saqlash va taqdim etish muhimdir. Qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar. Norasmiy bandlikning uzoq muddatli oqibatlari. Ko'pchilik bugungi kunni o'ylab, norasmiy ishlashning oqibatlarini o'ylamaydi. Hozirgi kunda yuqori maosh olish jozibadir ko'rinishi mumkin. Ammo kelajakda rasmiy staj va pensiya jamg'armasiga to'lovlar bo'lmagani uchun pensiyaning minimal darajada qolishi yoki umuman olmaslik xavfi bor. Pensiya miqdorini hisoblashda o'rtacha ish haqi ko'rib chiqiladi. Bu esa yillar davomida pensiya jamg'armasiga to'langan summalar asosida aniqlanadi. Agar rasmiy maosh 20 million so'm bo'lib, lekin qog'ozda 500 ming ko'rsatilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz aynan o'sha 500 mingdan hisoblanadi. Hujjatlarning yo'qolishi yoki buzilishi, mehnat daftarchasi, diplom, tug'ilganlik haqida guvohnoma kabi hujjatlar sizning butun umringiz davomida sizni kuzatib boradi. Ularning yo'qolishi, yaroqsiz holga kelishi yoki noto'g'ri to'ldirilishi pensiyaga chiqishda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Hatto eng kichik xato ham, masalan, familiyangizdagi bir harfning noto'g'ri yozilishi, stajni tasdiqlashda katta to'siq bo'lishi mumkin. Pensiyaning qayta hisoblanishi va indeksatsiyasi. Pensiya jamg'armasi pensiya miqdorini vaqti bilan qayta hisoblab chiqadi va inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qiladi. Bu pensiyalarning qadrini saqlab qolishga yordam beradi. Ammo ba'zi fuqarolar bu jarayonlardan bexabar bo'lib, pensiya miqdorini oshirish imkoniyatlarini o'tkazib yuborishi mumkin. Masalan, agar pensiya tayinlangandan so'ng fuqaro ishlashni davom ettirsa va pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilsa, uning pensiyasi keyinchalik qayta hisoblanishi mumkin. Bu haqda ko'pchilik bilmasligi mumkin. 4. Shaxsiy jamg'arib bo'ladigan pensiya hisobvarag'ining ahamiyati. IJPH. Davlat pensiyasidan tashqari O'zbekistonda shaxsiy jamg'arib bo'ladigan pensiya hisobvarag'i ham mavjud. Unga fuqaroning oylik ish haqidan muayyan foizda majburiy to'lovlar o'tkaziladi. Bu hisobvaraqdagi mablag'lar faqat sizning shaxsingizga tegishli bo'lib, pensiya yoshiga yetganda yoki boshqa belgilangan holatlarda olinishi mumkin. Bu hisobvaraqlardagi mablag'lar pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi, ammo bu qo'shimcha mablag' bo'lib, kelajakda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Har bir fuqaro o'zining mazkur hisobvarag'i holatini muntazam tekshirib turishi kerak. Bu nozikliklarni bilish sizga pensiya tizimida yanada ishonchli harakat qilishga va o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Xususan, agar siz yuqorida sanab o'tilgan istisnolarga tushsangiz, alohida imtiyozlardan foydalanish imkoniyati bo'y bermasligingiz kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, sizning haqli pensiyangizni ta'minlash uchun hozirdayoq konkret qadamlar qo'yishingiz juda muhim. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki aniq ko'rsatmalar tizimi, bir qadam. Mehnat stajingizni va pensiya jamg'armasiga to'lovlaringizni tekshiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Siz o'zingizning elektron mehnat daftarchangizni va pensiya jamg'armasiga qilingan to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni MyBankov o'z yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshirishingiz mumkin. Bu juda oddiy jarayon. MyBankov o'z saytiga kiring. Jismoniy shaxslar uchun
bo'limini tanlang. Mehnat daftarchasidan ko'chirma olish yoki pensiya hisob varag'i holati haqida ma'lumot olish xizmatini toping. Shaxsiy identifikatsiya raqamingiz JISH orqali tizimga kiring yoki ro'yxatdan o'ting. Sizning barcha rasmiy ish stajingiz va pensiya jamg'armasiga to'langan summalaringiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda shakllanadi. Bu ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganing. Agar sizningcha qaysi davrlar aks etmagan bo'lsa yoki ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. 2 qadam: yo'qolgan yoki noto'g'ri hujjatlarni aniqlang. Agar MyPogov Uz portalidagi ma'lumotlar sizning real ish stajingizga mos kelmasa, aynan qaysi davrlar aks etmaganini yoki qaysi hujjatlarda kamchiliklar borligini aniqlang. Bu ko'pincha quyidagi sabablar bilan bog'liq bo'ladi. Mehnat daftarchasidagi yozuvlarning yo'qolishi, muhrlarning o'chib ketishi, arxiv hujjatlarning topilmasligi, ayniqsa tugatilgan tashkilotlar bo'yicha norasmiy ish faoliyati, ish beruvchining pensiya jamg'armasiga to'lovlarni amalga oshirmaganligi, uchilgadam g'oyib bo'lgan hujjatlarni yig'ish va tiklash. Bu eng qiyin, ammo eng muhim bosqichlardan biri. Mehnat daftarchasi. Agar uning asl nusxasi yo'qolgan bo'lsa, oxirgi ish joyingizga murojaat qilib, dublikatini olishingiz mumkin. Agarda eski ish joyingizdan ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotning arxiviga yoki viloyat shahar arxiviga murojaat qiling. Arxivdan ish haqi va ish staji to'g'risida ma'lumotnomalar olishingiz mumkin. Ish joyidan ma'lumotnomalar. Agar ma'lum bir davrda ishlaganligingiz haqidagi yozuvlar mavjud bo'lmasa-yu, ammo siz ishlaganligingizga ishonchingiz komil bo'lsa, o'sha tashkilotdan agar u hali mavjud bo'lsa, tegishli davrda ishlaganligingiz va ish haqingiz to'g'risida ma'lumotnoma talab qiling. Sud orqali stajni tasdiqlash agar yuqoridagi usullar yordam bermasa, masalan, tashkilot tugatilgan bo'lsa va arxiv ma'lumotlari yo'q bo'lsa, ish stajingizni sud orqali tasdiqlashga harakat qilishingiz mumkin. Bu jarayon ancha murakkab va uzoq davom etadi. Ammo barcha imkoniyatlar tugaganda bu oxirgi chora bo'lishi mumkin. Sizga advokat yordami kerak bo'lishi mumkin. Sudda siz bilan birga ishlagan guvohlarning ko'rsatmalari ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Boshqa hujjatlar: diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik haqida guvohnoma, nikoh guvohnomasi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, kabi hujjatlaringizning asl nusxalari va nusxalar tayyor bo'lishi kerak. 4 qadam: pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Barcha kerakli hujjatlarni yig'ib bo'lgach, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz yoki yana MyPogov Uz portali orqali elektron ariza yuborishingiz mumkin. Shaxsan murojaat qilganda pasport, mehnat daftarchasi asli va nusxasi, diplom asli va nusxasi, harbiy bilet asli va nusxasi, nikoh guvohnomasi asli va nusxasi, shuningdek yuqorida aytilgan arxivdan olingan ma'lumotnomalar va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarning barchasini o'zingiz bilan olib boring. Arizani to'g'ri to'ldirishda pensiya jamg'armasi xodimlari sizga yordam berishadi. Barcha hujjatlarning nusxalarini ham o'zingizda saqlab qolishni unutmang. Elektron murojaat qilganda MyPogov Uz portali orqali pensiya tayinlash xizmatini tanlang. U yerda sizdan kerakli ma'lumotlarni kiritish va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklash talab etiladi. Bu usul vaqtni tejaydi, lekin baribir barcha hujjatlarning skanerlangan nusxalari aniq va o'qiladigan bo'lishi kerak. 5 qadam: sabr, toqatli bo'ling va jarayonni kuzatib boring. Pensiya tayinlash jarayoni ma'lum bir vaqtni talab qiladi, chunki barcha hujjatlar va ma'lumotlar sinchkovlik bilan tekshiriladi. Sizga arizangizning holati haqida ma'lumot beriladi. Agar qandaydir qo'shimcha hujjatlar talab etilsa, ularni o'z vaqtida taqdim etishga harakat qiling. 6 qadam: rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar pensiya jamg'armasi sizning arizangizni rad etsa, rad etish sabablari yozilgan rasmiy javob talab qiling. Bu javob asosida siz yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasi respublika boshqarmasiga shikoyat qilishingiz yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda mutaxassis advokatning yordami juda muhim bo'ladi. Unutmang, sizning pensiya olish huquqingiz qonun bilan himoyalangan. Bu amaliy qadamlar sizga pensiya tizimidagi murakkabliklarni yengib o'tishga va o'z haqqoniy pensiyangizni olishga yordam beradi. Har bir qadamni jiddiy qabul qiling va hech qanday ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Sizning kelajagingiz bugungi harakatlaringizga bog'liq. Xulosa va yakuniy ogohlantirish: aziz do'stlar, bugungi videomizda pensiya jamg'armasidagi o'zgarishlar kimlar uchun, bu xabarlar muhimligi va ayniqsa pensiya ta'minotingizni kafolatlash uchun
nimalar qilishingiz kerakligi haqida atroflicha gaplashdik. Tizimning murakkablashganiga qaramay, u yanada shaffof va adolatli bo'lib bormoqda. Eng muhimi, bu ma'lumotlarni shunchaki eshitib qolib ketmasdan bugunoq harakatni boshlashingiz kerak. O'z stajingizni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga soling. Zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Har bir o'tkazib yuborilgan kun, har bir e'tiborsiz qoldirilgan hujjat kelajakdagi pensiyangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sizning qariyalingizdagi tinch va farovon hayotingiz aynan shu bugungi harakatlaringizga bog'liq. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotlarga doimiy e'tibor bering. Har oyda amalga oshirilgan to'lovlarni nazorat qiling. Bu sizning eng asosiy huquqingizdir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoni like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhimdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.